Qaytishdan ham shunday savdo qilyapmiz. Qani, do'stim, kurashda bering. Qanday bo'ladi? Qanchadan ekan? Ukamizni boshqalarga maslahat berasizmi? Bu yerdan kelib savdo qilishlarga. Assalomu alaykum. Abu Saxiy bozoriga keldik biz aynan. Narx-navolarni ko'rib chiqamiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, bir like'larni bosib qo'yinglar. Assalomu alaykum obunachilar. Yana 344-do'kon Abu Saxiy bozoridan yana Atxambek ukamiz yana Toshkentga o'tishini ham qaytishini ham shunday savdo qilyapmiz. Qani, do'stim, kurashda bering. Qanday bo'ladi? Qanchadan ekan? Qancha qilib beramiz? Bu Atxambek ukamizdan 3-4 kun oldin ham savdo qilgandik. Shu suvda boshqa kimlarni oldik. Kelishtirib arzon bergani uchun yana qaytib kelib yana olib turmoq bolalar. Ham ajoyib sifat degan narsalardir. Buni ukamizni boshqalarga maslahat berasizmi? Bu yerdan kelib savdo qilishlarga. Albatta, Abu Saxiyning oldida Toshkent Xorazm stenkasi bor. Stenkada pul o'tib ketganda shu yerda ikkinchi qatorda 344-do'kon bo'ladi ekan. Atxambek obunachilar bilan salomlashib bering qani bir. Assalomu alaykum. Ha, telefon nomeringizni aytib qo'yingiz. 93 93 136 4005 aloqa chiqaverasizlar. Bizning kanalda aytib kelsangizda skitkasi bormi? Ha, bizning kanalda aytib obuna bo'lib kelasizlar ekan. Xudo xolasa skitkasi bor ekan.